Uyg'ur madaniyat markazi barpo qilish safarbarligi. Uyg'urlar dunyodagi uzoq tarixga va shonliq madaniyatga ega xalqlarning biri. Uyg'urlar Turkiy millatlarning ichida eng burun yeziq ijod qilgan ham eng baldur shaharlashishga ko'chgan xalqdir. Uyg'urlar tarixning uzilmas iqinlarida shakllantirgan parlaq madaniyati, o'zguchi urf-odati, ifodalashga boy til yeziqi ham rangarang san'ati bilan dunyoga to'nilgan. Afsuski, Uyg'urlarning kimligini namoyanda qiladigan bu go'zal boyliqlar Xitoy tajovuzchilarining dushmanligi va buzg'unchilik qilishi bilan yildan yilga shalg'utlashib, yo'qab ketish xavfiga duch kelyapti. Bo'libmi 2017-yildan buyon Xitoy davlatining Uyg'ur xalqiga qarshi elib berayotgan sistemalik milliy, diniy va etnik qirg'inchiligi tufayli madaniyatimiz, urf-odatlarimiz, tilimiz va barliq milliy mavjudligimiz og'ir bir tahdidga uchrayotdi. Kishini andishiga soladigan yana bir ish shuki, garchi erkin dunyoning har yeriga chechilib ketgan Uyg'urlar hayotlik tahdidiga uchramagani bilan o'z milliy kimligimiz bilan yashashda, ya'ni tilimizni, e'tiqodimizni, madaniyatimizni, urf-odatlarimizni saqlab qolishda qiyinchilik uchrayapmiz. Jumladan Amerikadagi keng zaminga chechilib ketgan har xil irq va madaniyatga ega xalqlar orasida yashayotgan ozg'ina sondagi Uyg'urlar, bo'libmi ularning kelajak avlodlarining o'z milliy kimligi bilan yashashimi qattiq bir xirisga duch kelyapti. Biroq bu ishlarga qarta umidsiz pozitsiyada bo'lsak, o'zimizni o'zimiz yo'qotgan bo'lamiz. Aqllarimizning tadbiring qandoq bo'lsa, taqdiring shundoq bo'lar degan so'zi bor. Shunga bu xil qiyinchilik oldida tadbirlik bo'lishimiz lozim. Har bir Uyg'urning Uyg'ur madaniyati, urf-odati va tilini saqlab qolish majburiyati bor. Chunki bu ota-bovularimizdan bizga miros bo'lib kelayotgan bebaho mirosdir. Kimligimizning namoyandasi, kapolatchisidir. 2018-yil yanvarda Amerikadagi bir turkum ziyolilar o'z ixtiyorligi bilan tashkillanib, madaniyatimiz, urf-odatimiz, tilimizning saqlanib qolinishi, Amerikadagi kelajak avlodlarimiz bo'lgan farzandlarimizning o'z madaniyati, urf-odati va tilini o'rganish uchun asos solish maqsadida Amerikada bir Uyg'ur madaniyat markazi barpo qilishga otlandi. Ular marhum ustoz Abdukim Boqi, Abdurahmon Ablamat, Abdukim Rahmon Do'lan, Abliz Abduqodir, Anvar Mamat, Dilmurod Sulaymon, Elshad Hasan, Erkin Abliz, G'ayrat Sobit, Qaysar Said, Mehmet Ahmad, Mehmetcan Abdullah, Mihray Mehmetali, Mutallib Ablamat, Nur Mehmet Musabay, Rishad Abbas, Suriye Ablamat, Zübeyre Şemşidin. Yuqorqi kishilardan tarkib topgan bu hay'at 2018-yil martda ish boshlagan edi. Bular mazkur madaniyat markazining qurilishi uchun aktivlik bilan avval o'zlari pul iona qilishdi. Andın Washington DC atrofidagi bir qism jamoat bilan ko'rishib, madaniyat markazini qurish haqidagi plan va loyihalarni tonishtirib, ko'rishgan jamoatning aktiv qo'llashiga erishdi va ma'lum miqdorda pul yig'di. Afsus, Xitoy virusi tufayli bu haqda ilib berilayotgan faoliyatimizning surati ostilab qoldi. Lekin bu jarayonda hay'at a'zolari, yerlik va shtatlik hukumatlar, shaxs ham shirkatlar bilan aloqalashib, madaniyat markazi qurishga tegishli mablag' haqida izlanishni to'xtatib qo'ymadi. 2021-yil bahorning kirishi bilan Amerika aholisining vaksina bilan ta'minlash nisbatining eshishiga ergishib, ishlar normallashishga yuzlangan mushundoq bir paytda bizim Uyg'ur madaniyat markazi qurish faoliyatini qaytadan kuchaytirishga boshladik. Uyg'ur madaniyat markazi tövandagi 3 bo'lakdan tarkib topadi. Birinchi, Uyg'ur tili o'rganish uchun darsxonalar. Ikkinchi, ibodat uchun masjid. Uchinchi, ommaviy faoliyat va yig'ilishlar uchun faoliyat marika o'rni qatorliqlar. Uyg'ur madaniyat markazini Uyg'urlar ko'proq o'ltiraqlashgan Washington DC atrofidagi Fairfax County'da qurib chiqishni planlayapmiz. Bu planlarimizning reallikka eshishi Uyg'ur xalqiga kuyundigan har bir Uyg'ur farzandining qo'lishsiz amalga oshmaydi. Qo'llash qancha kuchli bo'lgan sari markazning qurilishimi shuncha tez bo'ladi. Uyg'urning jamoatning qo'llashi bilan bu markazni 2 yilning ichida qurib chiqishni amalga oshirishga tirishimiz. Amerikada bir Uyg'ur madaniyat markazini qurib chiqish bugungi Uyg'urlarning vaziyatining taqozosi.
avlodlarimizning milliy kimligini saqlab qilishning kapolati. Shundaqli qurilish oldida turgan bu markaz Uyg'ur jamiyatining birlik, o'mlikda o'z kimligimiz bilan yashashimizning muhim bazasi bo'lg'isi. Qurilg'isi bu Uyg'ur madaniyat markazi Amerikadagi barliq Uyg'urlarning madaniyat markazi. Millatimizning talpindigan markazi, xalqimizning dardiga darmon bo'ldigan markazi bo'ladi deb ishonamiz. Chunki bu markaz Amerikadagi barliq Uyg'urlarning o'rtaq tirishchanligi, qo'llashi ham yordami bilan barpo bo'ladi. Washington DC rayonida taxminan 1000 uylik Uyg'ur yashaydi. Shundaqla Amerikaning boshqa shtatlaridami belgilik sonda Uyg'urlar bor. Shu vajdan mazkur hay'at Amerikaning har qaysi yerlaridagi Uyg'urlarni bu markazning qurilish ishlarini qo'llashga chaqir qiladi. İşinimizki xuddi ajdodlarimiz tamar ko'l bo'lar deganidek, Amerikadagi Uyg'urlar ixtiyoriy va qarallik shaklda o'zlarining ko'ngilini ifodalasa, mukammal bir Uyg'ur madaniyat markazini pat yaqinda qurib chiqa olamiz. Aziz Uyg'urim, ma'rifatvar mard Uyg'urim. Millat so'yarligimizni, madaniyat so'yarligimizni bir ko'rsataylik. Kelinglar, bu planni hammamiz birlikda tezroq amalga oshiraylik. Avlodlarimizning kelajagi, millatimizning istiqboli uchun kichik bo'lsa-mu bir asos salaylik. Kichik bo'lsa-mu bir miros qoldiraylik. Hurmat bilan Uyg'ur Amerika madaniyat markazi qurish projekt gruppasi.